Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Frezi Pabugun bolalar. Bugungi rolikimiz buldirib ochganimiz bolalar 5000 pul coinni balans to'ldirib oldik bolalar. Qanaqa qilib to'ldiraman sizlar menyuni bo'lsa sizlar bolalar bu yerda pastroq tushsanglar bolalar bu yerda hisobni to'ldirish bor. Xo'sh bolalar bu yerda Uzcard, Visa, yana Uzcard Homoladan to'ldirishlar mumkin. Click, Paynet, Steam, kriptovalyutalar ham bor bolalar. Misol uchun sizlar 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar bolalar 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar sizlarga 616 bull coin beradi. Frezi 20 deb yozsanglar 741 bull coin beradi. 20% omad qo'shib beradi, 20% balansingizga qo'shib beradi. Frezi 20, Frezi tepalik Frez deb yozsanglar sizlarga 20% qo'shib beradi. Bu yerda har xil davlatlar bor bolalar. Bu yerda bitta PUBG emas bolalar, Stand of KZK, Robloxlar bor. Bu yerda o'yinlar bor. Misol uchun sizlar sapyor o'ynamoqchisizlar deb bolalar, g'ildirak har xil o'yinlar bor. Masri yoz o'ynab ko'rsatib beraman bolalar. Bir qilamiz, qaranglar bolalar. Mayli, birinchisi shunaqa bo'lib qoladi. Hop. Yedirdi. Qaranglar bolalar, endi men sizlarga taktika o'rgataman. Ko'rdinglarmi bolalar? O'sha bizga foydadamiz. Mana, o'sha bizga foydadamiz. Xo'sh, ko'pchiliklar so'rashyapti, qanaqa qilib chiqaraman UC desanglar, mana bu yerda pastroq tushsanglar menyuni bosib chiqarib olish UC bor, 98 tasi 60 UC. Keyin bu yerga shaxsiy kabinetga o'tsanglar, bu yerda 60 UC bo'ladi. Mana kooperativ qilib bemalol o't olishingiz mumkin. Xo'sh, tak bolalar. Keyin bu yerda yordam bor. Bemalol qanaqadir muammo bo'lib qolsa, bemalol yozishingiz mumkin Buldrop adminiga. Tak. Bolalar qaranglar, bu yerda bull pass bor. Ya'ni sizlar u bull passni nima qilaman desanglar, sizlar yashi ochsanglar, ko'payadi. Zadaniyalar ham bor, bu yerda bajarishingiz mumkin bemalol. Xo'sh. Unda keysga o'tamiz bolalar. Bolalar bitta narsani tushuntirib o'tib ketdik. Bolalar bu o'zimning kanalim. Har kuni promo kod o'ynaymiz. Sizlar promo kod terib tekinga yashi olishingiz mumkin. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. Mana promo kodlar har xil challengelar qilaman. Mana promo kod qimmat promo kodlar tashlaganman. Bolalar bemalol o't olishingiz mumkin. Silkasi profilda yoki kommentariyada. Mana bolalar 99 sonlik keysga konkurs qilganmiz. Bemalol qatnashib olishingiz mumkin. Haligacha turibdi. Bemalol o't olinglar bolalar. Silkasi profilda yoki kommentariyada bo'ladi. Lekin profilda bor. Xo'sh bolalar, birinchi o'rinma to'xtanglar bolalar. Sizlar agar tekinga keys ochmoqchi bo'lsanglar, bu yerda Telegram bor. Telegraminglarni ulab, kanalga obuna bo'lsanglar, kuniga yashi ocha olasizlar. Bu yaxshi degani bolalar. Bu kontakt ham bor. Bemalol ochishingiz mumkin bolalar. Tak bolalar, bilasizlar, har doimgi biz metro keysni ochamiz, chunki metro keysdan yaxshi bergan. Tak, shuni buldirib ovozini o'chirib qo'yamiz bolalar. Xo'sh, bu yerda bu qaniydi mana tumanli port degandan ochamiz bolalar. Bizga nima tushar ekan? 5 tali ochib qo'yamiz bolalar. Mana mintaga ochyapti. Tak. Birinchisi bo'lib turadi, qaranglar, propusк bilan ochamiz. Tak. Hoppa, mana o'sha foydadamiz. Ayyo, minus ekanmiz. Xursand bo'ldim. Xo'sh, mayli, yana bizani yedirdi bolalar. Yana bitta sotib, yana bitta ochib qo'yamiz bolalar. To'xtanglar, 10 talik. Voy, 10 talik yetmas ekan. 10 talik yetmayapti o'sha bolalar. Xo'sh, bolalar, boshqa keys ochamiz endi biz. Tak. To'xtanglar, yana o'shani ochinglar, yaxshi berib qoladi deb bolalar bersa ham. Yaxshi beradi-da. Tak, mana ochib ko'ramiz bolalar yana. Xo'sh, 3 tali ochamiz bolalar, 3 tali ochib ko'ramiz nima uchun. Voy, endi to'xtasi 248 nechota yediryapti bizani. Voy, 5 tali yetmayapti, 3 taliga ham yetmayapti bolalar. Qarab turaylik, endi bitta-bittadan ochamiz, yaxshi narsa tushadi. Xo'sh. Bolalar, hozir bitta-bittadan ochamiz, chunki o'sha minta qoldi.
Davay, to'xta, yaxshi berardi, mana shu qaranglar bolalar. Narxini bilib oling mana shuni. Mamla tushdi, vashshe zo'r deb bo'ldi. Vashshe zo'r. To'xta, nima to'xtamaydi mashinga. To'xtadi deb o'ylayman bori. Keyin bola kommentariyga yozib qoldiringlar, qanaqa kes ochishimni. Bu 330 turadi bolalar. 104 ekan. O'shani bittalik ochamiz. Tak, bizani yana yediradi yana bizani. 68. Oxirgisi bolalar, oxirgisi. Necha bu? To'xtayu bu ham 293. Bittalik yaxshi, oxirgisi bolalar endi. To'xtasa bo'lardi. Voy, 4 minut. U yaxshi zotda foydadamiz bolalar. 4 minut tushganda yaxshi edi. Voy, ana yetirdi. Zo'r yetirdi bu. Tak. Qaranglar bolalar. Bizda tishlar yig'ilib qoladi bolalar. Shunaqa qilib zo'rg'a videoni to'xtatib 5 minutda qilishga harakat qildim. Endi 10 tala tushiramiz. Agar yedirsangiz botdan suramiz bolalar, zo'rg'a qildim atak. Voy, yedirdi. Voy, yaxshi 4 minutda. Voy bola, qaranglar, biz foydadamiz. Yana bitta ochamiz. Men minut turadi keyin. Voy, yana minut. Yaxshi, 5 minut. Voy bola, qaranglar, shu 10 tala ochishimizda qaranglar, effekt qaranglar bolalar, просто tak gap yo'q. Yaxshi minut tushdi. 3 minut yaxshi. Bola, biz 10 minut qilmoqchimiz bo'lib qo'yingni. Men popga nechtada? Vashshi qimmat turadi lekin. 7 minut. 2 marta tushib berdi popga. Qaranglar bolalar. Menga ham tushib beribdi. Voy, bla. 13 ming. Yana bitta 10 tala ochamiz bolalar keyin ko'ramiz sizlar bilan birga. Voy. U yaxshi. 3 ming yaxshi, 3 ming yaxshi. Biz foydalanamiz haligacha. Mana bolalar mashkis yaxshi beradi. Yana minta yaxshi. 5 minta bolalar. Voy. O'sha necha 20 minta qilib tashladingmi? 3 barobar ko'p qilib tashlading bolalar. Uy, yaxshi foydalanamiz haligacha. Voy bolalar, shunga obuna bo'lib qo'yinglar, like ham bosib qo'yinglar bolalar. Tak. Endi buni yedirdi bolalar. Qaranglar, yana bitta ochamiz, keyin boshqa keysga o'tamiz. Agar yedirmasa. Yaxshi minut turadi. 3 minut yaxshi. Daysi bolalar, bitta propuska bilan ochib ko'ramiz, hozir necha bo'lgan chiqarishni ko'ramiz. Necha bo'lgan tusharkan degani. Xo'sh bolalar, mana ko'rishinglar mumkin. 3 barobar ko'p qoldi biz. Lekin hammaga xayr bolalar, bu degani уже nechi to'xtanglar. 12.100 mi? Voy bolalar. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, hammaga xayr. Sizlar bilan Frizi bugun bo'ldi bolalar.